Akalar, bizda yangilik. Panel radiatorlarni bilasizlar, xonadonlarni yoki ofislarni isitishda hozirgi kunda eng effektivniy radiatorlardan bittasi hisoblanadi. Bu panel radiatorlarni biz endi elektrический gibrid qilib ishlab chiqarishni boshladik. Qanaqa deysizlarmi? Ko'rib turganinglardek xonadoningizga mana shunaqa отопление sistemasiga radiatorlarni o'rnatasizlar. Gibrid radiatorlarimizda nima afzal tomonlari bor? Agar kotol buzilib qoladigan bo'lsa yoki gaz bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, okey. Muammo yo'q endi. Elektrический radiatorni shunda tokka tiqib qo'yasiz. Wi-Fi dan boshqargan holda xonadoninglarni yoki ofisinglarni isitishda davom etaverasizlar. Okalar, qaranglar. Elektrический radiatorlarimizda ikki xili bor. Manual boshqaruvli va Wi-Fi boshqaruvli bo'ladi. Wi-Fi boshqaruvlini ko'rib turganinglardek o'zini prilojeniyasi bor. Yandex Alisa orqali ham boshqarsanglar bo'ladi. Har bir radiatorni o'zingizni nomlab qo'ysanglar bo'ladi. Mana mehmonxona, oshxona qilib nomlab qo'yasizlar. Misol uchun mehmonxonaga kirib, masofadan turib, uzoq joyda bo'lsangiz, ishxonadan turib, xonadonda yoki ofisni radiatorni yoqib qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana gradusiga qo'yasiz. O'zi avtomatik tarzda yoqiladi. Yana bitta zo'r tomonini aytaymi? Защита от детей bor. Blokka qo'yib qo'yasiz. Uyda bolalaringiz borib, ortiqcha unga tegmaydi va nastroykalarni buzib qo'ymaydi. Undan tashqari o'zining rejimlari bor. Ya'ni kerakli temperaturaga yetganida o'zi o'chadigan yoki kerakli vaqtda yoqiladigan qilib qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Zo'r-a? Okey, bu panel radiatorlarimizni faqat uy sistemasiga qo'yib turib ishlatishingiz shart emas. O'zini mana shunaqa обогреватель qilib, alohida qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Har bir komplektning ichida oyoqchalari chiqadi. Xohlasangiz sistemaga o'rnating, xohlasangiz uyingizda обогреватель qilib ishlating. Okey, bu radiatorga qiziqib qoldingizmi, to'g'rimi? Endi razmerlariga keladigan bo'lsak, 500 mm ga 800 mm lik uzunlikda radiatorlarimiz ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda mokriy asfalt bilan oq ranglari bor. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentda plus belgisini qoldirib qo'yasiz, narxlarini lichkangizga jo'natib qo'yamiz.